Assalomu alaykum. For bo'yicha ikkinchi mavzuga o'tamiz. Demak, forga yana birorta masalalar bajarib ko'ramiz. Bu galgi masalalar endi sal qiyinroq bo'lsin. Misol uchun birorta son kiritsak, shu songacha bo'lgan sonlar yig'indisi yoki qaysidir raqamdan boshlab juft sonlar, tog' sonlar yig'indisini bajarishdan ko'rib chiqamiz. Birinchi soddaroq ko'rinishdagi misol, ya'ni bitta son kiritamiz. Misol uchun mana bu joyga son kiriting desa 4 kiritsam, menga javobiga 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi chiqsin. Demak, for uchun a bor. Demak, 1 dan boshlab b gacha turibdi bu. Bu joy to'g'ri. Demak, o'sish tartibida ketyapti. Endi bularni qo'sha olish uchun yana bitta o'zgaruvchi yaratib olishimiz kerak. Bu o'zgaruvchini sum, ya'ni jami deb yozsak bo'ladi. Demak, boshida ana shu summani belgilab qo'yamiz. Summani ochdim. Va shu summa boshida 0 ga teng bo'lsin. Demak, 0 ga teng bo'lib qo'shib borish kerak. Demak, bizga mana bu joyga birinchi yana bitta sign kerak. Signga aytamiz. Shu yerda summani 0 turibdi. Har aylangan payti summaga qo'shilishi kerak. A qo'shilib borishi kerak. Misol uchun hozir birinchi 0 edi. 0 ga 1 bo'ladi, 0 ga 1 ni qo'shadi va sumga saqlab qo'yadi. Keyin 1 ga ikkinchi paytda aylanayotgan payt 1 ga 2 ni qo'shadi, 3 ni chiqaradi. Hozir buni o'zimiz ko'ramiz. Sum bo'lsa, har aylangan paytdagi qiymatlarni ko'rmoqchiman. Sum chiqsin. Ishlatib ko'raman. Son kiriting. Hozir 3 gacha bo'lgan sonlarni qo'shaylik. Demak, birinchi sum 0 edi. 0 ga 1 ni qo'shdi, 1 bo'ldi va chiqardi. Keyin ikkinchi marta 2 ni qo'shdi 1 ga, 3 bo'ldi, 3 ni chiqardi. Keyin 3 ga 3 ni qo'shdi, 6 ni chiqardi. Yoki boshqa sonlarga ham sinab ko'ramiz. Misol uchun 5 qilsak, oxiri 15 bo'lishi kerak. Demak, to'g'ri ishlayapti. Demak, bizga to'g'ri ishlayapti. Faqatgina hamma qiymatini chiqarish shart emas. Bizga eng oxirgi qiymat o'zi yetarli. Shuning uchun buni faqatgina sikldan tashqariga chiqarib qo'yaman. Endi ishlatsak, 5 yozsam faqatgina oxirgi qiymatni chiqarib beryapti. Xuddi shunga qilib faktorial yoki ikkita sondan birini ham shuni salgina o'zgartirgan holda ishlasak bo'ladi.